Akalar ko'rib turibsizlar qanchalik balandda turibmiz. Qanchalik balandda turibmiz. Eng oz eng balandligi 10 metr. Suvdan 10 metr, 12 metr atrofga chiqadi. Xudo xolasa suvimiz ko'rib turibsizlar. 15 kilovat 200 lik turbada normal tashlab beryapti. 5 tonnalik bo'lcha qo'yganmiz. Suvi cho'tki oqyapti. Mana turbani teskari uklon bilan qilib berganmiz. Cho'tkilar xudo xolasa. Dahshat chiqdi xudo xolasa. Cho'tki. Inshaalloh. Kimga qiziq bo'lsa bemalol aloqaga chiqaveradi. Har bitta obzorini qilib beramiz. Qo'qon samodelniy nasosimiz shunday. Yaroqdi. Nasoslar ko'rib turibsizlar. Yaqinlashtiramiz. Qo'yganmiz xudo xolasa. Inshaalloh yuzamiz yorug' bo'ldi. Endi hozir ishda yurib o'tishga harakat qilib ko'ramiz. Yurib o'tib o'raydigan bo'lsak, bitta like bosib qo'yamiz. Bosib, podpiskani tashlab qo'yamiz. Xudo xolasa, videoning ustidan yurib o'tamiz inshaalloh. Uju qo'lda telefon bor. Mana bu yerda suvom bor. Uju mana nima deydi? Kantni turbani yomonlatganlar mana baquvvatligini bemalol ko'rib qo'ysalar bo'ladi. Даже 11 12 metrda shunday turibdi. Inshaalloh uni kim bo'lib uni ustida o'zim deyapman. Suvom o'tyapti mana. Zakinda o'tgan, zakinda hech bola yo'q. Inshaalloh ustida sekin yurib ko'ramiz. Xudo xolasa, sekin yurib obzorni qilib ketaveramiz. Choklarni bo'lib qo'yib ketganmiz. Balandlikni ko'rib turibsizlar inshaalloh. Mana shamol ham kelib turibdi. Aylanib yuryapmiz. Mana misol Esenga deydimi, O'zbekiston deydimi, vizib. Mana shunaqa ustalar bo'lsa yurib bemalol ko'rsataveradi. Mana shunaqa ixtirolarimiz ham bor inshaalloh. Bemalol ustida yurib qimpilag ham turibdi. Mana shamol ham kelib turibdi. Mana shunday to'xtaymiz. Xudo xolasa mana bo'ldi. Mana shu holatda ketgan. Ko'rib turibsizlar 300 metr turbada ketgan, 350. U yog'i polni nimada ketgan? Latokda ketgan. Endi hozir borib latogini ham ko'rsatamiz sizlarga. Videomiz rosa cho'zilib ketadi, shuning uchun bitta pastga tushib borib videosini ko'rsatamiz. Xudo xolasa ulaveramiz qolgan joyga. Pastga ham tushib oldik. Ko'rib turibsizlar. Pastga ham tushib oldik, xudo xolasa. Ko'rib turibsizlar. Polni mana shu holatda ustunovkasini qilganmiz. Videolarni ham qo'yganmiz, xudo xolasa. Ishlarimiz xudo xolasa ko'ngillarga chiqdi. Teshik chiqmayapti, teshigi yo'q ekan hozir. Endi hozir bitta o'chirib borib latokka tushadigan holatni ko'ramiz. Akalar mana labirint bo'lgan joyi, mana hamma ko'rgan, hamma o'ylangan joy. Bu yerdan qanday o'tamiz degandik. Xudo xolasa o'tib oldik inshaalloh. Cho'tkilab mana bunday qilib o'tdik. Buni aytganlar ham bo'ldi. Podpiskalarimiz ichida. Xudo xolasa ularda sizlarning yordamlaringiz bilan o'zimizda ideya bilan xudo xolasa ana shu holatda o'tkazdik inshaalloh. Mana ko'rib turibsizlar. Xudo xolasa suv yurganini ko'ramiz. Mana ko'rib turibsizlar suvda. Bitta 15 kilovat suv bu 350 turbada. Mana shu holatda chiqaryapti. Bemalol bundan 3 ta qo'shsa ham bo'ladi. Suvlar dahshat oqyapti. Latogimizga ham bemalol sig'ar ekan 3 tasi. Qiziqqanlar bo'lsa bemalol aloqaga chiqaveradi. Latoglarimiz ham o'ta cho'tki qilib berganmiz. Alhamdulillah, Allohga shukr. Yuzlarimiz yorug' qilib bemalol ish topshirib oldik inshaalloh.